100 ming yurgan. Kraska qanday edi aka? Hammasi radnoy. Bo'ldi, qarab chiqamiz. 2021 avtomat. Eshikda kulish deymagan. Probeg 103 ming. Cobalt avtomat 21. Orqa bagaj qanday ekan, Aziz? Zo'r. Yaxshimi? Zapaskalar tushmagan. Holat yaxshi. Balon qo'yilgan ham. Yo'q, haqiqatan buvajon. Mashinangiz yaxshi ekan. Taksi emas, boshqa emas. Oilaviy ehtiyojga. Eskida aka bizdan klientda, mana hadaga jigulchalarni olib boradi. Radnoy mashinalar bor. Jigullar ham radnoy-da. Bir uni izmada nima qilmayapti. Hozir savdosi bo'ladi 2021da. 100 deyaptilar. Yo'q. Ha. 120. Savdo qilib. Toza. Hatto keskin tushib ketadi. Bu ham yaxshi. Arzonchilik bo'ladi. Mana yil yaxshi keldi, dehqonni yili kelsa, hamma o'ylashi mumkin. Hammani ko'tini ko'tarib turgan qo'pol gapi dehqon bo'ladi. Yil yaxshi kelsa, hamma ham mazza. Dehqon foyda ko'rsa, значит men ham foyda ko'raman. Siz ham foyda ko'rasiz. Hammani foydasi dehqondan. Buni necha pulga beramiz? 100 x baravar naqd pulga so'rayapman, Jonazar aka. Bu naqdni ko'rishdan farqi bo'lmaydi. Pul bo'lsa bo'ladi. Haq qochirmayapti. Qarang, men siz tengi bo'laqa, sizga yordam beray. Ko'nglingiz hech bo'lmaganga 10 edim. Hech bo'lmasa 110 sotaman dedi. Sotsam sotaman. Ha, endi qarang, necha pul qilib berasiz? Bu sotishlarimiz 110. Menga necha pul qilib berasiz? 1 million tushib beraman sizga. To'qqiz. Tak, to'xtang. Yana nima gaplarim qoldi hozir? Jonazar aka qo'y. Bunda-da. Kelishtirib aytavering. Endi men yomon aytdingiz demayman. Menga shuni 200 million desiz ham yomon aytdingiz demayman. Boya bir gapni boshiga o'zingiz aytdingiz-da, bu savdo. Savdo ham chidaganga chiqarganda. Chidayapmiz, qilyapmiz. Chidalmay qolsa to'xtatamiz, iloji yo'q. O'sha uchun Xudodan so'rayman, shu yil oxirigacha chidab turaylik. Ha, Xudo xolasa. Jonazar aka, keling bir ish qilaylik. 100 ga ko'nglingiz bo'lmaydigan bo'lsa berishga. Men 22sini ham 107 millionga sotdim. 90 ming yurgan. Sizdan ham kamgina yurgan. Siz domilla, siz doktor bo'lsangiz, bu domillarning kuchi. U maktabga borib kelgan. Ko'p emas, 3 kun bo'ldi. Shuni 22sini 107 qilib berdi. 106 qilib berdi. Siz ham buni kelishtirib bering, mayli. Umuman mayda savdo emas, mard savdo, dal savdo, dangal savdo. Faqat yo'q demay bering. Bo'lsa, baravar qilib 105 million beraman, 1 million, 2 million, 500 ming qo'shmay savdoni yorib aytay. Doktor odam ekansiz, tashxis men to'g'ri qo'yyapman, sizga gap. 105 bo'lsa bering, 106 ga sotaman. Bering doktor bu. Jonazar aka. Bitta so'ragan. Yo'q. Kim olsa ham oldi zot qilalar. Yo'q, aka, birga og'ayniz bilan shart qo'ydinglar, endi ko'ninglar. Yo'q. Ko'ninglar. Halol bo'lsin. Halol bo'lsin, kim olsa oldi zot qilsin. Shaqqa o'tgan odamlar aytadi, haqiqatdan aka. Noto'g'ri gap bo'libdi, to'g'ri gap bo'libdi. Mana aytaveringlar akalar. Birov-birovdan xafa bo'lmaydi. Tanga taylang, kimni peshonasi bo'lsa. Bittadan ochaman. Gerb tomoni ustaniki, so'm tomoni akaniki. Nima ish qilasiz siz? Taksi qilaman. Taksi akaniki, so'm tomoniga, usta akaniki gerb tomoni. Yaxshi. Videoga tushirlarsa xafa. Ya tushibdi aka. Xafachilik yo'q bizda. Akalar tushib. Taksi hozir xafachilik yo'q. Yo'q, nima narsa qilganmiz? Bu yerga tepadagi. So'm tomon. Bo'l. Endi qaranglar. Endi bitta narsani eshitdinglar. Endi boya gaplarni gapirmaysiz. O'zingizda odam yomon narsa. Endi Akmal aka bitta narsani eshitdik. Bu narsa ham hozir ichkariga qo'yiladi. Notariusga tayyorlab shaxsan o'zim olib sotdi qilib olib turaman. sotdi bo'ladi bu. Boshlang. 2021-yil Cobalt avtomat bir kuri yurgan haqiqiy doktorning mashina. Haqiqiy taksiga ketdi. Haqiqiy taksiga ketdi. 107 millionga oldim.
1 million qo'yib sotdim hozir sizga. 1.8 million. Oldi sotdi pul olasiz. Rozisiz a? Doktor 1 bor. million pul qolibdi, rozimisiz? Yo'q, pulga? Doktor va mashina ustiga 1 million qo'yib sotdim, rozimisiz? Tanga kimniki necha edi? Siz ham rozimisiz? Tanga. Unda chap qo'lga